Assalomu alaykum. Kefa park masalasini ishlab chiqamiz. Hop, Kefa katta oilaga kelganligi sababli restoranga borishga qaror qilibdi. Enta restoran bor ekan, raqamlangan joylar bor ekan, birdangacha ular restoran ekan, lekin birinchisi shu 1 degan joy Kefani uyi ekan. Kefa mushulardan qo'rqar ekan. Restoranlarda qaysidir birida yoki uyida mushuk bo'lishi mumkin ekan. Agar yo'lida mtadan ko'p mushuk bo'lsa, u yo'ldan yurmas ekan. Xo'p, va u eng ko'p restoranlarga borishni xohlar ekan, ovqatlanishni xohlar ekanda, agar restoranda restoranga boradigan yo'lda mushuklar soni mtadan kam bo'lsa, shu restoranlarga kirar ekan. Misol uchun mana bu yerda aytgan 1 dan 2 ga yo'l bor degan, 1 dan 3 ga yo'l bor degan, 1 dan 4 ga yo'l bor degan. Xo'p, birinchi restoranda mushuk bor ekan, ikkinchi restoranda mushuk bor ekan. Birinchi restoranda mushukka bo'pti dedi. U har doim birinchi restorandan boshlar ekanda, u bo'pti dedi, bitta mushukka ruxsat berilganligi uchun. Ikkinchi restoranga boraman desa, mushuklar soni 2 ta bo'lib qolar ekan. Shuning uchun u tarafga yurmaydi. 3 va 4 restoranga kiradi, shuning uchun javob 2 chiqyapti. Lekin bu yerda ham shunaqa. Bitta restoranga ruxsat berilgan. Bu yoqda restoranda mushuk yo'q, shuning uchun kiryapti. Bunda ham mushuk yo'q, shuning uchun kiryapti. 2 ta bo'lyapti. Agar bu yoqqa yuraman desa, mushuklar 2 ta bo'lib qoladi. Agar bu yoqqa yuraman desa, mushuklar 2 ta bo'lib qoladi. Xo'p. Masala shart tushunarli bo'lgan bo'lsa, kod yozish qismiga o'tamiz. Asosiy 2 xil usulda ishlasa bo'ladi. Bittasi DFS, bittasi oddiy. Birinchi oddiysidan boshlaymiz. Hop. Hop, kiritib olamiz. Endi adjni einstein.emplacebek b adjni einstein.emplacebek a. Chunki ikkalasiga ham yo'l bor. Bu adj yo'llar massivi deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Stack double int. Birinchi int hozirgi turgan elementimiz, ikkinchi int uni parenti, uchinchi int shu joygacha nechta mushuk borligini bildiradi. Hop, emplace 1 dan boshlaymiz. Uni parenti yo'q, shuning uchun 0 qo'yamiz. Keyin arda birinchisi. Hop, while set.size. Qachonki u bo'sh bo'lmasa ishlaydi. Hop, auto v p get teng set.top qilamiz. Hop. Agar cats katta m bo'ladigan bo'lsa continue, bu yoqqa yurishda keragi yo'q. Hop, endi int ok teng v teng emas 1 va int adjni Einstein.size. Hop, bu degani 1 bo'lmasa va uni ruti parent bolalari bo'lmasa, ya'ni pastida hech narsa bo'lmasa. Misol uchun bunaqa 2 bor, pastida hech narsasi yo'q. Faqat parent ko'langan xolos. Shunaqa bo'lsa, ans plus continue. Hop. Unaqa bo'lmasa nima qilamiz? Unaqa bo'lmasa, bolalarning ustida yurib chiqamiz. Agar x teng parent bo'lib qoladigan bo'lsa continue.
Hop. Endi aks holda int new cats agar ardi ikkinchisi bir bo'ladigan bo'lsa new cats teng cats plus else new cats teng. Hop, set.emplace hozirgi x qo'shamiz. Uni parent v bo'ldi endi. Endi new cats qo'shamiz. Hop. Bo'ldi. Endi ansni chiqarib qo'yamiz. Ishlatamiz. 2 chiqdi. Hop. Keyingi test case uchun ishlatamiz. Hop, yana 2 chiqdi. Jo'natib ko'ramiz. Hop, accepted oldi. Endi defs funksiyasi bilan qilib ko'ramiz. Void defs v p cats agar cats katta m bo'ladigan bo'lsa return qil deymiz. Hop, agar v teng emas 1 bo'lsa va adjni vancy.size teng 1 bo'ladigan bo'lsa ans plus deymizda return deymiz. Hop, aks holda for int x 2.adjni vancy xuddi shu narsani qilib qo'yamiz keyin. Hop. Bu yoqda set.emplace bo'lmaydi. dfs ga yurib chiqadi shu bilan. Tak. Endi bu yoq kerak emas. Int ans teng 0 bu yoqda bo'ladi. Vektor int r bu yoqda bo'ladi. Endi bu yoqda r ni ochmaymizda r.assign n+1 qilamiz. Hop. Bu yoqda buni ham ochmaymizda .assign deymiz. Bu yoqda boshda birlar bilan to'ldirardik. Hop. adjni bu yoqda e'lon qilamiz. Vektor int adj n,m ni ham shu yoqda e'lon qilib qo'yamiz. Hop. Endi ishlash kerak. Prosta dfs 1 0 rda birinchi. Hop. Ishladi. Buni ham submit qilib ko'ramiz. Hop. Accepted. dfs hechim bu. Hop. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ham chiqarish uchun like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Hammaga rahmat.